150 tasini hammasini bir joyda olganga bittasi shunda bonusga berib yuboriladi. Hurmatli fermer, chorvador aka-ukalar, biz hozir Toshkent tumani Ramadan mahallasi Nasosniyga kelganmiz. Bu yerdan sizlar uchun naqd 150 bosh Qozog'istondan kelgan qo'zi-qo'chqorlarni videosini ko'rsatyapmiz. Keyingi videomizda yana 50 tasini ko'rsatamiz. Xudo xolasa yo'lda yana naqd 400 ta shunaqa sifatli qo'zi-qo'chqorlar kelyapti. Bularimizni ichida tishini hali yormagan qo'zilari ham bor, yaqinda tish bizganlari ham bor. Aslan bular hammasi qo'zi-qo'chqorlar. Bularning ichida eng oldilari 100 kilodan oshuvlari bor, Jivoyveska. Eng kichkinasi, eng maydasi ham 74-75 kilolik qo'zi-qo'chqorlar. Sifatlarini ko'rasizlar, bularni yaqindan ko'rsatib o'tamiz. Ichida urug'luga, zot olishga juda ham zo'r sifatlilari ham bor okalar. Bularni endi narxlariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, 7 milliondan 10 milliongacha qo'chqorlarimiz bor. Agar optimaga, turishiga hammasini gaplashamiz, yoki 10 ta, 20 ta olamiz, 50 ta olamiz, yoki bitta olamiz desanglar ham, kelib tepasida ko'rasiz, yoqqanini, savdosini qilaveramiz okalar. Butun respublika bo'ylab dastavka xizmatlari ham bor. Narxini ichida qilib, chiroyli qilib berishadi.